Xorazm viloyati xususan bugun Urganch shahrida ham ushbu ezgu islohotlar natijasida zeb beradigan chiroyli zargarlik maskani barpo etishda sizga omad tilayman, sog'lik salomatlik tilayman. Bunday dargohlar ko'p bo'lsin. Ertaga bunday tadbirkor ayollarimiz yasalgan zargarlik buyumlarini topgani hisoblanadi. Ya'ni bu Xorazmda zargarlik san'ati necha yillar, necha asrlar avval yaratilgan Güzel alametler günüdür. Zargarlik magazini açıp ben tebrik ederim. Salamet Bey, Salamet Hanım var, Muhtar Bey bizim çok yakın dostumuz, kardeşimiz, bacımızdır. Ben sizleri tebrik ederim, işlerinizde müvaffakiyetler arzu ederim. Arzu ederim ki Özbekistan-Azerbaycan dostluğu daim olsun. Sağ olun. Hamd va sanolarimiz va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Hurmatli mana bu yerga Muxtor akamizni yig'ilgan do'st yoronlari Ozgina shovqin qilmay turamiz o'rtoqlar. Salomat opamiz mana shu zargarlik markazini ochishda o'zlari juda katta jonbozlik ko'rsatdilar. Toshkentda, Chorsuda, Gold Centerda do'konlari bor opani. Lekin men o'zim Xorazmlikman. Toshkentliklarga tilla bilan brilliantni tarqataveramanmi deb Xorazmda ochaman deb keldilar. Bitta qarsak bo'lsin Salomat opamizga. Qaranglar shuna Yo shoshmanglar. Avval balki ichkaridadir. Chiqsin, ha? Kelib qoladi. 30 bormi 30? Qani keling opajonim, keling. Bugun umid bilan kelgan ekansiz, kumush bilan ketyapsiz. Qarang. Rahmat. Ana, oling. Sog' bo'ling, salomat. Uch dona tilla. Qaranglar, 122 ta raqamdan 3 dona tilla kimga tushar ekan? Hayajonli daqiqalar xalal bermaymiz o'rtoqlar. Birinchi raqam. Yo. 115. O'zi tillangiz ko'paygan, yana tillab ketyapsiz bugun. Xorazm bugunmi, ertami, kelasi oymi farqi yo'q. Mana shu tadbirda qatnashgandik. Mana videosi, mana fotosi deb Instagramlarga joylab mana shu yerda Eden Gold profilini o'zidan istoriyalarga va boshqaga qo'yib isbotlab kelgan edi. Aksiyalari bo'yicha bizga ulkan yordam bergan Orzudagi to'y jamoasiga rahmat aytamiz. Bitta qarshi chalib qo'yasizlar. Orzudagi to'y, haqiqiy to'ylaringiz orzudagidek o'tadi. Bemalol murojaat qilaveringlar. Hamda DJ Munis sizga kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Bugun eng zo'r kuy qo'shiqlar DJ Munisda. Nafaqat bugun, har doim bitta qarsak. Ana o'ziga zo'rdan qo'yadi-ku muzika. Bizga ham deyarli qo'yaveradi. Endi hammani davraga taklif etamiz. Sho'x Xorazmcha qo'shiqlar bo'ladi.